Bu Cobalt'imizdagi 8 dollar rasxod bo'lgan. 274 kilometrga yurgan, yangi Cobalt o'zi. Endi nimalar qilingan? Komfort uchun. Bar qo'yilgan, o'sha 650 ming ismli varianti. Ko'rishingiz mumkin. Zazorlarni hamma narsa patistikandek, ruchniy, hamma narsa joy-joyida, shaxta o'ziniki qoladi, hech narsa perdelka bo'lmaydi. Bemalol o'zingizlar ham ustunovka qolsangiz bo'ladi. Podlokotnik, uzungina, ichlari bemalol. Orqasida USB zaryadkalari bor, oldida hamma narsasi bor. Tez CC3 qo'yilgan, orqasiga Malibu kamerasi bilan orqaga yurganda qulay bo'lish uchun rulni burilganda buriladigan kambus bloklari bilan ustunovka qilingan. Mana knopkani 2 marta bosganda bagajga ochadigan, rulga koja perforirованный, qo'lda tezlatmaydigan, yoki kojadan qilingan. Multimedia cruise control knopka ustunovka, airbag hamma narsa qolgan. Mana knopkasiga signal urib olganmiz. Hop, oldi raboy, oldi yonishi atirmanli sonzashli plyonka, ikkita cho'mchi, bardajoklar, karpet bo'lgan narsa solgan taqir-tuqir qilmasligi uchun. Salon laminatsiya detallarni yechib orqalariga qaytarib, kardinardan yeva polik, kardinardan faltan chexol, oldi material, orqa chaslari hammasi koja bo'lgan. Oldiga lupali led, ro'pardan kelayotgan odam ko'ziga tushmasligi uchun liniya bo'lib yonadi. Tumankasiga ham led qo'yib beringlar deganlar uchun lupa bilan qo'yganmiz, bu ham liniya bo'lib yonadi. Ro'pardan kelayotgan odam ko'ziga tushmaydi. Birzgavik ustunovka qilingan. Bagaj yapshikka qilingan, qunub bo'lib yotmasligi uchun bagaj polik solingan. Hamma narsasi tayyor. Orqa pol sfera armana tonirovkani originali qilingan. Mana shu narsalarni qildirsanglar bo'ladi komfort uchun. Yangi Cobalt xizmatdamiz.